Dunyo ishlarida juda ham qiziq. Kimdir o'lar, kimdir kelar dunyoga. O'lchovning o'rtasini kesmish bir chiziq, dunyoni ajratmish boqiy fanoga. Fanoga yopishib olganlar tinglang, sizning harobangiz chiqquvsi ertan. Baland ovozlarda qo'shiqlar kuylang, bu dunyo siz uchun bo'lmagay vatan. Fano deb bunchalar chekmasangiz g'am, sajdaga bitilgan boshlarni yorib, bugun yelkasida olib yursa ham, ertaga bir jarga otkusi borib, bu dunyo shundayin hiylagar olag'ir, uzun poshnasida yanchgay qalblarini, tarix sahifasini bir varaqlab ko'r, yamlab yubordi u qancha xalqlarni. Bu foniy jasadga ayt qachon to'ydi, uning yemishlari davomiy so'ngsiz bo'kirdi, so'ng ovoz chiqarmay qo'ydi. O'limni mensimay yashagan Chingiz, buyuk saltanatlar chilparchin bo'lib, ko'ngilni haroba aylagan mahal, bir inson porladi quyoshday to'lib, botil yo'llarni da aylabon qamal. U o'sha biz bilgan Rasuli akram, nurli manzil sari bizni chorlamish. Allohga qasamki, u zotdan boshqa dohiylar dunyoni tamom xorlamish. Rasul kelgan kuni inson farqladi, nima foniy erur boqiy ne asli. Tabriklang do'stlarim, men ham angladim, men uchun tugadi yolg'onlar fasli. Endi boqiy uchun yashagaydurman, Allohdan tilabon buyuk madadlar. Butun dunyo kelib mening qoshimga, arziydi erta kech qilsa hasadlar. Chunki men Chingizning hayotini o'qib, haq bilan botilni ajrata oldim. Islomni topguncha telba dunyoda, haqni izlayverib charchadim, toldim. Oxiri topdim men o'qib siyratni, Rasululloh dedim mening ustozim. Tayyorman qilishga da'vat xilqatni, yirtilib ketguncha g'amgin ovozim.